Yo, barchaga assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan bu videoda men yana Shoyatxon bolalar hozir mashinalar haqida gaplashib o'tamiz. Короче, qanaqa mashinalar, ya'ni dub mashinalarmi, hozir o'shalarni yasashni o'rgatib o'taman bolalar. Mana hozir birinchi dub mashinamizni yasaymiz bolalar. Unga o'chsizlar kanalga obuna bo'lib, like bosish eslaringizdan chiqmasin bolalar. Mana 30 ta qilganinglar uchun rahmat bolalar. Keyingi niyatimiz 50 ta bolalar. Tezroq 52 ta qiyin emas u bolalar. 52 ta. Xullas bolalar, mana shunaqa mashinachi yasaysilar ve mantıklı bo'lsa skip piston qo'yasizlar ve hop obskreverdi bolalar naqamachasiga joylashtirasizlar. Keyingisi mana biqipasizlar. Keyingisi bolalar ve bunga bolalar mana bu bundilchani solib qo'yasizlar. Va keyin bo'lsa buni bunday qilib turib ochib yopasizlar. Mana turib PlayStation chiqardim. Ular mana ochib turib o'tirasizlar. Shuna qilib ochib yopasizlar bo'ladi. Va bu jip bo'ladi. Ikkita bo'ladi. Yoqasizlar va mana bular jub bo'ldi mana. Bular endi jub mana. Xullas bolalar, sizlarda jub mashina paydo bo'ladi. Xullas mana jub mashinamizda ishlayapti. Mana shuncha narsa jub bo'ladi. Bu survalda ham ishlaydi bolalar. Survalda ham bu narsa ishlaydi bolalar. Hop, keyingi mashinamiz bolalar. Rasmini chiqarib qo'ydim. Xo'sh, buni solib qo'yamiz. Mashinamizni ishlash uchun va mana bu bundilchalarni irg'itib olamiz. Bolalar, buning uchun sizlarga kerak bo'ladi shunchaki ikkita hopper, bitta richak, ikkita obskrever va ikkita slime bloki va bitta bundilcha. Sumkacha deyiladimi? Unda ashla kerak bo'ladi. To'g'risini aytsam, mana u kerak ham bo'lmadi. Mayli. Keyingisi bolalar, bu bambuk ferma. No bolalar, hozir bambuk fermani qurishni o'rgatib o'taman bolalar. Sizlar kerak bo'ladi, hopper ham kerak bo'ladi, richak unchalik ozchalik kerak bo'lmaydi. Redstone kerak bo'ladi va bolalar sizlar ham kerak bo'lmaydi. Xo'sh bolalar, mana birinchi o'rinda bolalar sizlarga mana bundan shuni metga bunaqasiga qaratgan holatda shunaqa qo'yasizlar. Oti nima edi? Obskreverda shunaqa holatda ikkitasini qo'yadi. Teparoqqa qo'yib qazib qo'yamiz va pastiga bo'lsa ikkita bunaqa piston qo'yasizlar. Va keyingisi antika redstone bilan ta'minlaysizlar mana bularni. Mana. Va bo'lsa mana bular redstone yubormayapti.
Mana. Xullas, karchi bittasini olib tashlaymiz. Bundan uzun quraverasizlar. Xo'sh, bo'lib pastiga bambuk ekasizlar va bu bambuk o'sgani sari shunday qilib turib itarib tashiydi bolalar. Va buni olgani bolalar istasanglar hopper qo'yinglar. Nima hopper qo'ymayman. Hop, mana rasmda qilib turib qo'yarasizlar. Mana kesilganim tayyor. Biz shunaqa qilib turib joyini o'zlaringga mo'ljallab olaverasizlar. Mana bambukim bilan hozir o'stiramiz. Men oldim. Xo'sh, mana bitga keladi. Xullas, shunaqa qilib turib bambuk fermanglarni olaverasizlar. Keyingi mashinamiz bor bu. Jup mashina. Xullas, ko'ringlar. Aytib berishim qiyin bo'lyapti. Xo'sh. Sizlarga kerak bo'ladi mana shular. Mana bular. Va mana bitta 4 blokmidi? 6 blok. Xullas, kerak mashina qilib qazilar beruvchi. Mana. Metdan yana bir blokdan qaziymiz. Kerak emas edi. Va ipasi buziladi. Ipasi buziladi. Ipasiga bo'lsa diamond bloklarni joylashtirib chiqinglar. Bedrockda o'ynayotganimiz sababi mana faqat Bedrockda ishlar ekan. Shuning uchun men videoyim Bedrockda olyapman va mana beacon joylashtirasizlar. Noto'g'ri qazib qo'ymanglar, bo'lmasa bittasi ishlamay qoladi. Va mana bular. Bedrockdan ko'pdan beri o'ynamagandim, qo'ynab berdim. Mana bular bunaqadan qo'yib chiqasizlar, ya'ni mana bular. Qo'yib bo'lganlaringdan keyin mana bular. Va metdan joy ochasizlar. Hozirda mana bular. Va mana o'xshagan bo'lsa bo'lar, like va obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Xo'sh, bola men qilgandaqa qilinglar. 3 blok tepaga chiqasizlar. Tepaga bo'lsa mos karpet bo'ldi. Tepaga bo'lsa qizil oynadan joylashtirib chiqinglar. Nima? Beacon faqat oynadan o'tadi va mana bular. Beacon oynadan o'tadi, короче. Mana bular va mana bular. O'tolmaysizlar bunaqasiga. Mana qisanglar.
mana böyle o't o'rasizlar. Xo'sh. Bu yoq tarafiga ham bitta shunaqa qilib chiqsanglar, ya'ni bu yoq tarafiga ham o'tish uchun xuddi shunaqa qilib qo'yasizlar. Mana. Shift bilan o'ynamasam menga qiyinroq bo'ladi. Mouse kalpet. Şu etkenmedi. Orası bana tekrar ucunu. Orası bana tekrar ucunu. Mana shu nimamizni endi bo'lsa keyingisi bo'ldi. Xo'p, bola keyingi videoda shunaqalarni o'rgatib o'taman. Yana bittasi bor ekan, esimdan chiqib qolibdi. Sizlarga kerak bo'ladi. Bunaqa sizlarga maslahatim 1.22 versiyada o'ynanglar. Xo'sh, bola, mana bambuk fermadan qaytib keldik. Nima qilasizlar? Bir to'shka 21 yangilanishida qilinglar buni. Hop, mana. Bedrock'da oynamaganimga ham ancha ketdi. Xo'p, shungacha qiynalyapman. Qilaylik. Mana. Bola, mana bitta bambuk solasizlar. Mana bo'lsa mana. Mana bor. Bunaqa blok bambuk qilib beradi. Mana. Bu bola ko'pincha anarxiya serverlarda ishlaydi. Kerak bo'ladi ham. Görücü bola, mana bitta ham yana bitta qo'ysanglar. Yo, mani rostdan ham bugun nima bo'lyapti? Hop. Mana crafter yana redstone bilan ta'minlash eslaringdan chiqmasin. Bola, sizlarga maslahatim bunaqa nima deyapti? Bunaqa suyak bon millarni ne qilinglar. Uzra. Hop, buni qanaqa qilib turibman? Pastga borish kerak edi. Shunaqa.
Grass blok ketib qoldi. Bunaqa bo'lib qolib ketadi bola bir xil joylarda. Distansiyasini maqtasi. Katta rastasi. Hop. Bambu tayini bizni qilgan kerak ekan. Mana ketyapti mouse. İçine koyarız. Yok ketmayapti. Hop, balona. Böyle uzun chaqiruv bo'lib qoldi. Hop, bola mana davom etamiz mana. Ko'rchi bola mana. Mana shunaqa qilib joylashtirasizlar. Şöyle zo'r emas mana u. Mexanizm bo'yicha endi yaxshimi? Mana teshiysiz. Ko'p olasizlar. Uzr bolalar terib qolishdi yana. Hop, mana bola bunaqalardan ko'pgina olasizlar. Bu arti nima edi? Anarxiyalarda yurish beradi bu. Anarxiyalarda yurish beradi mana. Bunaqalardan yo'q edi. Mana xullas, rasaqtir mana. Nastreyka qilib qo'yasizlar. Sandıqdan mana aşı urgatishini yoqtirmayman da. Aşı urgatishini mana ayol mana bola atrofini shunaqa qilib o'rab qo'yishadi. 200% o'xshaydi. Hop, mana bola mana bunaqa holatda keladi. Gambishlardan o'tib keldi hozir mana. Hammasi bir-biri bilan kelishib ishlaydi. Ne valla. Hammasi bir-biri bilan kelishib turib natija aytadi. Hop, bola bundan keyingi videolarda ko'rishguncha bola bu mexanizmlar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar bola. Bola sizlarga eng ko'p yoqqani qaysi bo'ldi va mani mexanizmlarimga necha balldan baho berasizlar bola. Qaysi biri yoqqanini izohlarda yozib qoldiringlar bola. Men albatta kommentariyalarni o'qiyman. Barchaga xayr bola, sizlar bilan aytgan bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin bola, chunki biz yaqinda 50 ta bo'lamiz. Chunki endi 40 ta bo'ldik-ku bola. Endi
endi 30 ta bo'ldi-yu, valla shuni ham nima qilib yuboraylik. Aytgancha bola bu bambukda ham ish beradi. Ya'ni bambukda ham maqsadlar bo'laveradi. Hozir bolalar yana bitta qurib ko'rsatib beraman. Hozir bolalar yana bittasini qurib ko'rsataman. Xo'sh. Mana bolalar mana bu tikayam va nito joylashtirib qo'ydim. Ana. Mana. Bizga blok kerak. Shoshmaylik bola qoling. Bunaqa bo'lsa ham xo'sh, mana bolalar. Bunisi bola ensi ham o'xshaydi. Va mana nito qo'yib joylashtiraman u. Mana buni olib turaylik. Mana buni. Ye. Mullas bola mana kerakchi. Bu suvni oldiga ekalish esimdan chiqib qopti. Hop bu o'sib turib bola atrofini o'rab chiqishimiz kerak. Bo'lmasa bola liftlar chachilib ketadi. Hop bola mana hop berdi mana bunisiga. Hammasi ulangan. Şöyle hop. Şöyle sen de şöyle. Hoş. Hop. Hardan gidelim bakayımız. Valla esinglardan chiqmasin, doktor nastroyga qilib qo'yish. Bittasi qolsin. Hop, böyle endiga navbat. Menga
ismi ham bola ishlashda davom etyapti menimcha. Qani da normali daromad keltiradi bolalar. Anarxiyada bular. Va bola o'zlaringga moslab nastroyga qilsanglar ham bo'laveradi. Da. Xullas deb bola mana o'saveradi qani. Shakar qamish. Ana tepaga yana bir blokdan qo'yib chiqarganmiz. Hali ham shiftda yuribman. Shu o'zga o'rgatishni yoqtirmayman. O'rgatishni yoqtirmayman. Shunaqa turib nima qilasizlar? Bunga kelmayaptimi? Qaysidir hop berdi qilib ketyapti. Böyle tane yap koyla demesem bu tagiga tushib ketib qoladi. İşte demek. Item hopperimiz ishlayapti. Hop, endi sen barchaga har bolalar salomat bo'ldi. Har sog'lom bo'linglar, like bosib obuna bo'lishni esingizdan chiqmasin. Haligacha hopperimiz ishlayapti, ya'ni bizning mexanizmlarimiz ishlayapti. Haliganda aytganimdek baholab o'tinglar bola. Menga yoqqani bu yuk mashinasi. Sizlarga qaysi biri yoqdi? Mayoqmi, bumi yoki bumi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Barchaga xayr salomat bo'ldi bola. Mana tezroq 50 ta qilsanglar bo'laman, streamga chiqaman. Barchaga xayr salomat bo'ldi. Sog' omon bo'linglar. Like bosib